Shahboz aka, kessak yegim kelyapti. Kessak? Mana kessak. Voy rahmat. Kessak yegim kelyapti. Xo'p. Mana kessak. Kessak. Qo'lingizni qoqmang. Shahboz aka. Kessakmi? Mana kessak. Voy rahmat, obedga zo'r ketadi-da. Hozir kesak so'raydi. Shahboz aka, kessak olib keldingizmi? Shu xitirlab kesak eshitdim uxlayotgan paytim asabga tegib, havoyam isib ketib, belim botib ketdi. Shahboz aka. Kessakmi? Kessak. Hozir olib kelaman. Tezroq. Kesak bormi? Kesak. Kesak olamiz. Qo'shni assalomu alaykum. Kesak yo'qmi? Yo, pishgan qish bor, 750 so'm. Yo'q, rahmat. 2 kamas. Bobo, assalomu alaykum. Kesak bormi? Yo, grijambo bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Apelsinchi. Dilshoda kesak deb butun uchastkani yeyording. Endi nima qilamiz? Nima? Men o'zim uchun so'radimmi? İkimiz aşkımız yaraları bitmez. Voy, nobotchoy ichma, bolang qora tug'iladi. Bo'pti, unda yeyman. Sen shunaqa chiroyli bolachalarga qarashing kerak, bolang chiroyli tug'iladi. Rostdanmi? Ha, sen qornimda bo'lganingda umuman chiroyli bola ko'rmaganman. Ha. Nima? Ko'p Instagramga kirma, bola nurlanadi. Voy, o'tirgim kelyapti-da Instagramda. Voy, sen meni qornimda bo'lganingda umuman Instagramga kirmaganman, chidaganman, sen ham chida. Ha. Nima? Voy, gullab ketibdi. Hoy qiz, umuman sochingni kesma, bolani umri qisqaradi. Hoy qiz, ko'p yotaverma, bola kattalashib ketadi. Hoy, kofe ichma. Senga xamir yeyish mumkin emas. U mumkin emas, bu mumkin emas, o'zi nima mumkin? Asabiylashma. Senga asabiylashish mumkin emas. Ojon, mamni oyoqqa surib o'tib qo'yaylik. Voy, senga og'ir ko'tarish mumkin emas. Qo'shni, Ha, qizimga og'ir ko'tarish mumkin emas. Qarash boring. hozir. Bo'la. Hay qo'shni, shunda magazinga chiqib keling. Menga ko'p yurish mumkin emas-da. Mamni qarang, sindoshlar gruppasida meni so'kib yozibdi, ahmoq, jinni. Hay, senga so'kinish mumkin emas. Mana qo'ydim. Rahimjon, qo'shni, shunda so'kib bering. Yes, sana o'sha Nima qilyapsan? Eshitmasin, qulog'ini bekityapman. Qo'shni, opangizga yumshoq tapchikasi bo'lsa olib chiqing. Bunga kabluk kiyish mumkin emas. Erinka tapchika bor, o'shani olib chiqing. bor. 44 razmerdan bu olib chiqaman hozir. Apa, men tapchikani qayerdan bilaman? Kuchuk olib ketgandir-da. Bop. Ana. Qo'shni nima gap? Ana shu mahallaga yaqinga tug'ish kerak bo'lgan kelin bor. O'tishga yuradi, ish buyuraveradi. O'zingiz nima qilyapsiz? Men o'sha akasiman 7 oydan beri uyga kirganim. Shahboz aka, benzin hidlagim kelyapti. Qatdan topaman olsang benzinni. Bilmayman, topmasangiz bo'lmaydi, hidlagim kelyapti. Bo'pti, yurchi. Bo'pti, yur, taksiga o'tirib zapravkaga boramiz. Yo'q, hozir hidlagim kelyapti. Topdingizmi? Amakini mashinasi Metan aka. Yur, yana qidiramiz. Ukajon, 100 ming so'm bersang men benzin hidlatib beraman. Bo'ldi. Mana, Kelib turinglar. Shahboz aka, benzin hidlagim kelyapti. yanami? Yana Ketdi. maza qildik. Mana, Aha. aka siz o'zi kiraparayan qilib turasizmi? Yo'q, anshira men shu polni bak benzin qilib qo'yganman. Anshira o'tiraman. Shu biznesni zo'r mani. Shahboz aka. Obbo, ketdi. Mana, Aha. Maza. Aha. Bo'ldi, Shahboz aka, ketsak bo'ladi. mana. Aha. Dilshoda, Ha? qara yangi mashina oldim. Yo'q-e. Hammadan qarz bo'lib ketgan bo'lsam, zato yangi mashina. Endi mazza qilib benzin hidini hidlaysan. Shahboz aka, endi meni kraska hidlagim kelyapti. Kim telefon qildi? Yur, bosh orqa. Menga asabiylashish mumkin emas. Mana, ishxonadan Guli telefon qilgan. Nima telefon qildi? Qachon kelasiz deydi, boshliq so'ragan bo'lsa kerak. Shahboz aka, ertaga meni kiyim do'koniga olib borasiz? Ha, boramiz. Kimdan SMS keldi? Qo'ysang-chi. Menga asabiylashish mumkin emas. Mana, sinfdoshim Aziz qachon ko'rishamiz debdi. Nima sizga qachon ko'rishamiz deb yozyapti? Yaqin 25-may sinfdoshlar yig'ilish kuni-ku o'shanga. Shahboz aka, qaytishda menga sho'rbadray olib berasiz? Ha, olamiz. Shahboz aka, kim u sizga qo'llamamni qilayotgan? Hech kim. Menga asabiylashish mumkin emas. Insta birga o'qiganmiz. Nargiz dedi shunaqa. Dilshoda qarab zo'rashil ekan, eshitasan? Eshitaman. Ha, malades. Ke bolam, bugun sen bilan kelishamiz. Onangni har narsaga asabiylashtirurma. Onang bilan meni o'rtamizga munosabatga yomon ta'sir qiladi. Yosh bolamassan-ku. Ke undan ko'ra kelishamiz.
Shahboz aka, telefoningizni kodini ochib bering. Boshimni og'ritma. Menga asabiylashish mumkin emas. Biz u bilan gaplashib olganmiz. Hammasi cho'tki. Nima? Kepsizlar. Qizim, biram aqlli, qo'lidan hamma ish keladi. Oy qiz, tez qo'rqqani 48 soatdan buyon uxlab yotibdi. O'lib qolmadingmi, ha? Derazani ochib havosini almashtirsang bo'lmaydimi? Oyi, yana 36 soat uxlay. Umuman gap qaytarmaydi. Menga qara, menga sapchima, onangman. Menga qarama ko'zim ko'p. Bu meni hayotim. Hayotimga umuman aralashmay, o'zim normallik qilib eplolmayman. Tushundingizmi? Umuman menga baqirmay. Uyda hamma ishlarni qiladi. Pishir deysizmi, kirchir deysizmi? Ventilyatorda g'iz aylanadi-ya. Uy ahvoliga qarab bo'lmaydi, hamma o'zib yotibdi. Mana bu etigingni yotishini qara, kiyimlaring yotishini qara, changlari artilmagan. Stol ustidagi bir haftadan buyon yig'ilgani yo'q. Mana bu yorilgan sharingcha yangi yildan buyon yotibdi. Kelgan odam nima deydi? Molxonaga o'xshaydi u emas, bitta madish qoldi xolos. Lokasal bilib oldinglar, adashmasdan kelarsizlar. Nima bo'ldi? Bir kuni qamalib ketmasam bo'ldiydi. Nimaga? Yolg'on guvohlik berganim uchun. Qizim, qo'shninikidan yog' olib chiq. Xo'p. Yeb bizani ko'sa. Shunga yog' bering. Qo'shninikidan sabzi olib chiq. Ha. Qo'shni, sabzi berib turing. Ma. To'g'ralgani yo'qmi? O'zimga to'g'ratadilar oyim. Qayerdan topay hozir? Qayerdan topay? Qizim, guruch olib chiq. Mana. Rahmat. Osh qilyapsizlar deb o'ylab chesh so'gan bo'lib chiqdim. Voy, baraka topib tashing. Kerak bo'lmaydimi? Qattanmi biz? Qizim, Qozon berib turing. Ya, undan ko'ra uyga kiringlar, osh bor, shu yerda yenglar undan ko'ra nima qilasizlar o'zlaringizni ozod berib. Ko'ngli og'ridi. Bekor gapirdim shu gaplarni. to'y oshimi, choyxona oshimi? Ha, kiramiz. Alo, oyijon, men bugun sizni ko'rgani bormoqchi edim. Jimgina uyingda o'tir. Qo'shnilar darrov uyga kelyapti deydi. Hali endi 6 oy bo'ldi-ya tushganingga. Oy, yaxshimisiz? Mazam yo'q. Ana bilgandek sizga achchiqqina chotki midovый tayyorlayapman. Kelib o'tirma, o'sha uydagilarga ber pirog. Chaqaloq tug'ilganida sizni ko'rgani bormoqchi edim. Nevarangizni ko'ring endi. Kelib o'tirma, o'zimiz boramiz sunnat to'yida. Alo, oyim, men keldim. Chiqing, ovqat olib keldim. Taksiga javob bermadingmi? Yo'q. Ketaver uyingga, oilangga qara. Uyim! Onam! Sog'inib ketdim. Sog'ingan odam onasidan tez xabar olmaydimi? Boshqalar haftasiga ko'rishadi onasi bilan. Sen yillar bo'ldi-ya, kelib xabar olmaysan. Bola qani? Maktabga ketdi. Уже birinchi sinf bo'ldimi? 11. Теперь давай танцуй. Что смущает тебя? Men yordam beraman. Bo'pti, ko'tar. SMS. Xo'jayin, keling, soqolingizni o'zim chiroyli qilib qo'yaman. Yo'q demang, chiroyli qilib qo'yaman. Rahmat, qo'lingiz gulday ekan. Nima qilding? Uxlayapsiz deb zang bosib qo'ydim. Xo'jayin ekan-ku. Xo'jayin ekanmi, xo'jayin? Men yordam beraman. Xotin yordam beradi. Voy, nima qo'ydim? Ati qilmadim. Qochdim shodim. Bering xo'jayin, o'zim chotki qilib kartof qilib qo'yaman. Oyijon, birisi uch tez yordamida cho'ta bo'yinlardan qon ketyapti. Oyim, men keldim. Voy, qizligim, buram sog'inibman. Oyi, bilasizmi, men ham idishyapman, qaynonam qayta idish uruladi. Mana shundoq qilganlar bor-ku. Menga qara, qudamni gapirmagin, xo'pmi? Qudamchi eng ozoda ayol. Nima degan bo'lsa, hammasini to'g'ri aytgan. Demak, toza yuvmas ekansan. O'tgan kunichi kuyovingiz rubashkasini dazmol qildim, oyjon kelib, "Ixmat" dedilar. Keyin boshqatdan 3 martalab qildirdilar dazmol, qo'llarim orib ketdi. Voy, demak, o'xshata olmabsan, dazmol qila olmabsan. Meni qudamni gapirma. Agar yana qudamni yomonlaydigan bo'lsang, mana shu dazmolni og'zingga bosaman. Choy damlayman, u qaynonam sovib qopti dedilar. Ko'k damlasam, qora damla dedilar. Qora damlasam, ko'k damla dedilar. O'chir. Qudam zalatoy. Qizim, lekin gapingda jon bor. Shu qaynonangchi mijg'ov, ezmaligi bor. To'ydan keyin ana hamma shokoladlarni yig'ib terib olib ketganicha. Avoyjon, hozir boraman, hozir. Bormaymi? Qolaymi?
Ha bo'pti-da. Rasvo qilish hammasida. La plaque paraît sans adéquat. Kimdan SMS keldi? MCS tog'da selapasini deb keldi. Tog'ga chiqaylik demayaptimi ish qilib? Hisobingizni to'ldiring. Kompaniyadan kelganda. Biror bitta boshqa qizdan emasmi? Kimdan keldi? Kimdan keldi? Kimdan keldi? Kim u? Kimdan keldi SMS? Dilshoda, urush janjal qilishga bahona qidiryapsan. Maqsad nima? 250 minglik bitta ko'ylak bor ekan. 300 mingga tufli ham ko'rdim. O'shani olib bering. Ma. Tuflini keyingi hafta olamiz. Rahmat. Ol, qara, SMS keldi, qara. Dadasi, men sizga ishonaman, muhim ishonch. Qara. Qo'ymadingiz. Nargiza, qachon kelasiz deb yozibdi. Nech pul degan tuflini? Assalomu voy alaykum. qizim yaxshimisan yaxshi keldingmi qaynota qaynan yaxshimi Voy, ular zo'r kecha chuchvara qilib berdim, rosa maqtab yeyishdi. ering tog'asini jiyani yaxshimi Voy, ular Rossiyaga ketganlar, oyga 300-400 dollardan pul jo'natyapti. qaynonang opasini singlisini o'g'il o'qishga kirdimi O'qishga kirdi, lekin grantga kirish kerak edi, kontraktga kirib qoldi. Endi kontrakt to'lashayotgan ekan. ha nima ishlamayaptimi bu Bilmasam. Keyinchi oyjon amakijon to'g'risidagi qo'shni amasini, xolasini, tog'asini, o'g'lini, chap qo'shnisini, sinfdoshini, xotini o'g'il ko'rdi. O'shanga 500 to'y qilishlari kerak ekan, erimdan qas so'rayapti. manga qara u yoqdagi gapni bu yoqqa tashib g'iybat qilmagin bizani gapimizni ham u yoqqa olib bormagin qanaqa kelgan bo'lsang shundoq ket Yegali bu narsa ayting, Dilshodaxon. Voy, men nima deyman? O'zingiz ayting. Tak shashlik, somsa, kalla poycha, xo'jangiz ham nimadir aytadilar? Shoshmang, zakazlarimni tugatganim yo'q hali. Bitta choyxona palov qilib yuboring. Yog'siz bo'lsin, chunki diyetadaman. Bitta chiroqchi salatam. Olivia. Oling, tortinmang bemalol. O'zi qornim to'q edi. Rahmat olib berganingiz uchun. Bugun unutilmas kun bo'ldi. Buncha shirali ekan-e bu. Vlajni salvetganmi? Yo, shundan ikkita bering mana. Apetitingiz yo'q ekan-a? Shahboz aka, qorong'i ham tushib qoldi. Men endi uyga bora qolay. Bemalol o'tiraylik, hali vaqt bor-ku. Endi mahalla-ko'y ham qorong'ilikdan ham qo'rqaman. Shu bilan qachon ko'rishamiz yana? Ha endi mahalla-ko'y degandek qorong'ilikdan ham qo'rqaman. Voy, bitta kepmiz. O'tiraylik, ozgina hozir uyga borsak, oyijon uxlamagan bo'ladi. Bir dunyo ish buyurib tashlaydilar. O'tiring-ki. Endi bizni ham to'g'ri tushuninglar-da, yopiladigan paytimiz bo'ldi-da. Soat 3 bo'ldi. Yarim soatdan keyin qayta ochamiz o'zi. Bo'pti. Paketinglar bormi? Olib keling, nonlarni sotib olib ketamiz. Paket mana. Uzr. Restorannikida bu. O'z aka, men ro'zg'orlarni umuman tushunmayman. Bilas hali yoshman. Dilshoda, sen xavotir olma. Men hammasini yaxshi qilishni bilaman. To'ydan keyin sekin o'zim o'rgataman, xavotir olma. Dazmol qilishni umuman tushunmayman. Men student bo'lganman, o'zim dazmollarni cho'tki qilaman, chizig'iga bo'ladi. Ovqatlarni qilishni ham yaxshi bilmayman. Ovqat qilish shunaqa cho'tki qilaman, shirin bo'lib og'zingdan erib ketadi. Kirlarni yuvishni ham yaxshi bilmayman, chala yuvaman. Men o'zim shunday oqartiraman, pesda oqaradi. Idishlarni yuvishni umuman bilmayman. Xavotir olma, to'ydan keyin o'zim qarasam, o'zim senga yordam beraman. Shahboz aka, bo'ldi. Idishlarni yuvib bo'ldim. Bor endi uylarni yig'ishtirib, supurib qo'y. Nima? Sizchi yordam bermaysizmi? Menmi? Erkak kishi yordam beradimi? Shunaqa yordam bermasligingizni bilganimda sizga umuman tegmasdim. To'yda oldi nima madara bergandingiz? Shunaqa yordam beraman degandingiz. Bermayapsiz. Hamma narsa o'zimga qolib ketdi. Ha, bo'pti. Yordam berasiz? Bo'pti, ketdim deyman. Aldamagin, aldama